Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi kacholimizni ham yig'ishni boshladik. Bu kacholimizda 400 metr kvadrat joyini tabiiy gazda isitib berish uchun mo'ljallab yasalyapti. Avtomat горелка qo'yish uchun mo'ljallangan. Kacholimizga ishlatilgan mahsulotlar bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrli rossiyskiy beshrovniy turbalardan foydalangan holatda yig'yapmiz kacholimizni. Kacholimizda mana shunaqa turbalardan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Tavtostenli turbalardan foydalangan holda yig'yapmiz. Va birinchi mana shu ikkita qatorida atsinkovka turbalardan foydalangan holda yig'yapmiz. Ichida nakib hosil bo'lishini oldini olish uchun zanglamaydi va ko'proq ichida berish uchun. Va tepadagi qatordagi qolgan turbalarimiz bular oddiy temir turbalar, rossiyskiy beshrovniy turbalar bular ham. Tavtostenli turbalardan foydalangan holda yig'yapmiz. Ichki qismi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va bu yerda bitta tayyor kacholimiz bor. Bu kacholimizni kecha yig'ib tugatganmiz. Bu kacholimiz universal kachol hisoblanadi. Bu kacholimizga ham ishlatilgan mahsulotlar xuddi o'sha 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrdagi rossiyskiy beshrovniy turbalar. Bu kacholimiz universal kachol hisoblanadi. Ya'ni kim gazoviy горелка qo'yish uchun mo'ljallangan, gazda asosan ishlash uchun mo'ljallangan, qo'shimcha holatda ko'mir va o'tindan foydalansa ham bo'ladi. Ya'ni bu yoqida gazoviy горелкamiz turadi. Tepasida o'tin yoki ko'mirdan foydalanishimiz mumkin. Bu kacholimizda eng birinchi qatori o'sha gazdan issiqlikni oladigan joyida atsinkovka turba va eng tepadagi qatorida ham birinchi oxirgi qatorida ham atsinkovka turba qo'yilgan. Negaki bu yerda ko'mir yoki o'tin turganda o'sha olovdan nakib yig'ilishini oldini olish uchun shunaqa foydalanganmiz. O'rta qatordagi turbalari temir turbalar, ya'ni 25 diametrdagi rossiyskiy beshrovniy turbalar. Tepasi va eng tagidagi atsinkovka turbalardan foydalangan holatda yig'yapmiz. Eshigimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'tinxonasini doim ochib yopish shart emas. Faqat o'tin bilan ko'mirda foydalangan holatda ochish mumkin. Bu yog'ida gazoviy горелка qo'yiladigan joyimiz. Kacholimiz ustki qismi mana shunaqa buklangan bo'ladi. Faqatgina oldida shof tushadi. Atroflari buklangan bo'ladi. Bu issiqlik yoki bo'lmasam bosim natijasida kacholimizni shishib ketishini oldini olish uchun mana shunaqa foydalanganmiz. 100 diametrli turba qo'yganmiz dimoxod uchun. Kacholimiz mana shunaqa ko'rinishda va zaklyopkalar berib chiqilgan. Baquvvatligini oshirish uchun buyurtmalar bo'lsa bemalol buyurtma qilib, pastda telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz.